Men geodezistman. Men faqat yerning balandligini emas, Samarqandning abadiy yuksakligini o'lchayman. Samarqand vaqtni o'lchagan shahar. Afrasiyab bu oddiy tepalik emas. Bu yerda shahar tug'ilgan, imperiyalar qulagan, ammo Samarqand doim tik turgan. Har bir shamol, har bir tuproq zarrasi tarixdan hikoya qiladi. Bu yerda insoniyatning ilk qadami jaranglagan. Asrlar o'tib zamoniylar davrida Samarqandga ilm nuri sochildi. Imom al-Buxoriy shu zaminga kelib o'z kitobi Sahihul Buxoriyni yozdi. Bu asar ming yillar o'sha insoniyatni ma'naviyatga chorladi. Samarqand ilm yuragi bo'lib yangradi. Dunyoni larzaga solib kirib keldi sohib Qur'on Amir Temur. Samarqandni dunyo markaziga aylantirdi. Ilm, me'morchilik, qudrat uyg'unlashgan maskan qildi. Har bir gumbaz orzularning, har bir devor g'oyaning sadosi. Bu shahar kuch bilan emas, tafakkur bilan barpo bo'ldi. Bahodir Yalangtush qilich bilan emas, ilm bilan yurtini yuksaltirdi. Registon maydoni uning orzusi, uning izzati. Bu yerda har bir gumbaz xalqning bilimga bo'lgan muhabbatidir. Samarqand o'sha davrda ham ma'rifatning yuragi bo'lib urgan. Asrlar o'zgardi, zamon og'irlashdi, ammo jadidlar so'z, qalam va orzusi bilan kurashdi. Ular o'tmishni unutmasdan kelajakni orzu qildi. Ularning yuragida bir shior yashadi. Samarqand abadiy bo'lsin. Mustaqillik bilan Samarqand qayta tug'ildi. Bu shahar o'z tarixini yana bir bor qo'liga oldi. Yangi yo'llar, yangi orzular, yangi avlodlar, tarix davom etmoqda. Lekin bu safar ozodlik ruhida. Samarqand vaqt bilan musobaqalashayotgan shahar. U har asrda qayta tug'iladi. Har zamonda yangi nur sochadi. Afrasiyobdan boshlangan bu yo'l bugun abadiyatga yetdi. Samarqand bu faqat tarix emas. Bu yerda dunyo tutashdi. Buyuk Ipak yo'li.